bir yigitni 1 yildan beri irodada ko'ngli bor ekan. Sendagi ibo ayo qayerga ketdi? Menga kim tengu, kim tengmasligini o'zim hal qilaman. yoshlar.com. Men bunday pastkashlarni bir kosa lamonga sotib olaman. Sevar edim, balki sevar eding sen. Xato qilding, balki xato qilding. Yuragga tosh ekan, ko'zingga yosh ekan, yormas yondosh ekan, sen adashding. Aldangan qiz, ko'zi to'ldi achchiq yoshga ko'zlar qiz. Mavla raqsga tushishmaydi. Yur, raqsga tushamiz. Yo'q, qo'yib yuboring qo'lima. Raqsga tushgim yo'q. U kelmaydi oldinga, jon bermaydi joningga, achinmaydi ko'z yoshingga. Men dadam aytganiga yerga tegib ketaverar ekanman-ku. Siz meni shundoq berib yuborasizmi, a? Ilojim qancha? Shunaqami holat? Endi nega jarxoling xo'rlangan qiz? U kelmaydi oldinga, jon bermaydi joningga. Qizimdan uzoqroq yur deb aytmovdimmi, maras? To'kiladi dardlaring, atrofingdagilaring bo'ldi haq, u ketdi, u qaytmaydi endi hech qachon. Unga boring berding, endi nima qilay degan savol seni qiynamoqda. Yomon, uni endi eslama, u senga qaytib kelmaydi, sen u deb yig'lama. Yoshlaring qaytar olmaydi, yara birdan bitmaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham u seni endi sevmaydi, eslamaydi. Ko'zlari ko'zmonchoq, kimgadir o'binchoq bo'lib endi afsus chekadi aldangan qiz. Ana u detayni xayolingizdan chiqarib tashlang. Endi siz Saidbekni omonatsiz qizim. Endi bahor yozlar kim bilan qaytib kelar, faqat u bilan emas. Bola to'royli bo'lgan. Bu ahvolda hech narsa qilib bo'lmaydi. Javoblar seni sevmaydi u. Aldangan qiz, ko'zi to'ldi achchiq yoshga ko'zlar qiz. Siz meni aldagan ekansiz. Oyim o'lgan ekanlar. Oyimiz og'andi. U kelmaydi oldinga, jon bermaydi joningga, achinmaydi ko'z yoshingga. Aldangan qiz, ko'zi to'ldi achchiq yoshga ko'zlar qiz. Endi nega jarxoling xo'rlangan qiz? U kelmaydi oldinga, jon bermaydi joningga, achinmaydi ko'z yoshingga. Jo'xolajon, bolam qani ayting. Otangdan so'ra. Men bilmayman. Ikkinchi kema bu yerga. O'g'ilmidi, qizmidi? Ayting iltimos. Seni yashashga haqqing yo'q. Ya'ni Umar degani bor edi-yu, o'shani o'ldirib ketishgan. Va shu. Meni hammasidan xabar bor. Unda nega menga uylandingiz? Chunki sevaman seni. Aldangan qiz, ko'zi to'ldi achchiq yoshga go'zal qiz. Endi nega jarxoling xo'rlangan qiz? U kelmaydi oldinga, jon bermaydi joningga, achinmaydi ko'z yoshingga. yoshlar.com. Ikkalamizga ham yetadi deb o'ylagandim.